Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi aholisi. Xorazm viloyati fuqarolariga murojaat. Hurmatli yurtdoshlar, so'z erkinligi kafolatlangan davlatda yashaymiz va bu huquqdan foydalanib men ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan muayyan holatga e'tibor qaratmoqchiman. So'nggi paytlarda bir o'qituvchi o'quvchiga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik qilgan aks etgan videolar tarqalmoqda. Afsuski, shu videoning faqat ayrim qismlari voqealar to'liq yoritib berilmagan. Ba'zi blogerlar va foydalanuvchilar bu holatni o'qituvchining tarbiyaviy chorasi sifatida ko'rishmoqda. Zo'ravonlik hech qachon tarbiyaviy vosita bo'lishi mumkin emas. Biz farzandlarimizni maktabga bilim olishi uchun, o'z huquqlari va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun yuboramiz. Zo'ravonliklarga duch kelishi uchun emas. Agar bugun biz bolalarimizga bo'layotgan tazyiqlarga ko'z yumsak, ularning hayotida jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu sabab bilan biz o'quvchilarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o'tkazishni chek qilishimiz kerak. Har bir ta'lim muassasasida bunday holatlarga jiddiy munosabatda bo'lishimiz, o'z faoliyatini vijdonan bajarayotgan o'qituvchilarga hurmat ko'rsatgan holatda zo'ravonlik qilayotgan pedagoglarni chora ko'rish, uzoq yillar ishlayotgan va yoshlar bilan ishlashga qiynalayotgan o'qituvchilarni o'z o'rnini bo'shatishga imkon berishni talab qilamiz. Xususan, Xorazm viloyati Shovot tumani 32-umumiy o'rta ta'lim maktabida yuzaga kelgan holat jiddiy tekshirib ishlarni olib borishni so'rayman. Bu kabi vaziyatlar boshqa maktablarda ham kuzatilayotgani inobatga olib, ta'limda muassasalarda monitoring olib borishingizni so'rayman. Farzandlarimiz kelajagi bugungi qarorlarimizga bog'liq. Zo'ravonlikka qarshi birlashaylik va ta'lim tizimida sog'lom muhit yaratishga harakat qilaylik.